ZPRR tashxisidagi 5 ta asosiy savolga javob. ZPRR bu tashxismi? Bola tuzaladimi? Yo'q, ZPRR bu tashxis emas, bu ta'rif, ya'ni задержка психоречевого развития, bolalardagi aqliy va nutqiy rivojlanishdan orqada qolish kabi bolaga berilayotgan ta'rifdir. Va albatta ZPRR tashxisi tuzaladi, ammo buning uchun vaqt va mashaqqat talab etiladi. Bola qachon gapira boshlaydi? Har bir bola individualdir. Har bir bola o'ziga ko'rsatilayotgan mehr-muhabbat hamda reabilitatsiyaga qarab gapirishni boshlaydi. Yaxshi shug'ullangan bolalar doimiy nevropatologlarning yoki logoped defektologlarning maslahatlariga amal qilingan bolajonlar tezroq gapirishni boshlaydi va u bolalardagi nutqiy rivojlanishdan orqada qolishning darajalariga ham bog'liqdir. Qaysidir bola 3 yoshda, qaysidir bola esa 7 yoshda ham gapirishi mumkin. Dori ichish shartmi? Ha, dori-darmon ZPRRga yordam beradi. Kelib chiqish sabablaridan biri bu organik buzilishdir. Organik buzilishning oqibatida kelib chiqqan ZPRR bolalarda albatta dori-darmon juda ham katta yordam beradi. ZPRR